Her qandaq haqsız narsaning keyinde cho'qim bir savdo andisi bor, cho'qim bir o'yin bor. Bu yerdagi andiza asos jihatdan ikki xil bo'ladi. Buning birisi ma'lum bir xil mahsulotni bekorlik qilib qo'yib, yana bir xil mahsulotdan foydalanish. Yoki bo'lmasa bir qism odamlarga haqsiz qilib qo'yib, yana bir qism odamlardan foydalanish. Mana shunday ikki xil bo'ldi. Davlatimizda BAT deydigan 3 cho'ng shirkat bor. Baidu, Alibaba ham Tangshin shirkati. Bu 3 shirkat qurilgandan tortib hozirgacha raqobatlashib kelyapti. Ular hech qachon bir yerga kelmaydi. Ular kuchli raqobatchi. Hamda o'ylab baqsaq, bularning 3 yilisining kasb aloyidligi amaliyotda 3 tarafga qaraydi. Baidu kishilarga izlash mulozimati ta'minlaydi. Alibaba kishilarga to'g'ri savdosi mulozimati ta'minlaydi. Tangshin kishilarga ijtimoiy aloqa mulozimati ta'minlaydi. Demak, qarab baqsaq, bu 3 shirkatning kasb aloyidligi 3 xil. Bular nima uchun raqobatlashadi? Xuddi mashina ishlab chiqaradiganlar bilan ko'ktat sotadiganlar raqobatlashganga o'xshash, bu 3 shirkatning mahsulot aloyidligi 3 xil turib, nima uchun raqobatlashadi? Bugungi nazariya bo'yicha aytgan chaqda BAT bu 3 shirkatning izlash, to'g'ri savdosi ham ijtimoiy aloqa bu 3 xil mahsuloti bu 3 shirkatning haqiqiy mahsuloti emas. Bu 3 kasb bu 3 shirkatning kishilarni jalb qiladigan haqsiz mulozimati. Bular qarmoqqa 3 xil mahsulot chiqargandek qilgan bilan ularning haqiqiy mahsuloti amaliyotda o'xshash. Ya'ni odam yig'ish, obun tijg'ish. Bu yerdagi BAT 3 shirkat atalmış mahsulotni haqsiz ta'minlash orqali oxirgi hisobda odam yig'moqchi. Shunga bu nuqtadan aytgan chaqda BAT 3 shirkat haqiqiy raqobatchilar hisoblanadi. Bular bir qism mulozimatni haqsiz qilish orqali odam yig'ib bo'lgandan keyin bu odamlarga o'zining haqiqiy foyda oladigan mahsulotini sotadi.